ayolni joni qirqta deyishadi. U ham rafiqa, kelin, xodim, ishchi, ona, hammani ko'nglini olish kerak, hech kimni ranjitmasligi kerak, u hatto charchamasligi kerak. Mana shu minglab yumushlar ichida ayol bittagina jonini o'zi uchun sarflashni unutib qo'yadi. Qachon o'zi uchun yashaydi? Qachon dam oladi? Axir u ham inson-ku, u ham bu dunyoga yashash uchun kelgan-ku. Azizlarim, unutmang, ayolingizni joni 40 ta emas, aslida u bittagina. Aziz ayollar, kommentariyaga yozing, qachon oxirgi marta o'zingiz uchun nimadir qildingiz? ثقال ولكن بذكرك همي